Assalomu alaykum qizlar. Bizda yomg'irli, bulutli havo, har doim quyoshli, issiq havoga SPF 25 SPF 50 ishlatardim. Lekin bugun buni emas, SPF 25 ni ishlataman. SPF 20 bu krem universal, 10 ta muammoga yechim. Yuzimni uxlat qilib olganman, penkada yuvib toner surib olganman. Endi bo'lsa navbat SPF ga. Mana shu seriyani rosa yaxshi ko'raman. Hidi ham 100% natural. Surilishi ham yengil. Yuzingizda hech qanaqa dog', plyonka qoldirmaydi. Yoyilib ketadi. Dog'ga, ajinlarga, yuz qorayishiga, hammasiga yechim. Tarkibida vitaminlar. Natural. Makiyaj qilmayman, faqat SPF surib olaman, bo'ldi. Men endi ketdim. Sizlarga mana shuni tavsiya qilaman. SPF 25 universal krem.